birovni g'iybat qildingmi? Oxiratda albatta uni hisobini beramiz. Oxiratda o'sha g'iybat qilingan kishi rozi bo'lmagunicha jannatga kirmaymiz. O'sha odam rozi bo'ladi. Agar rozi bo'lmasa, barcha yaxshiliklarimiz, hasonatlarimiz o'sha g'iybat qilgan kishimizga olib beriladi. Tasavvur qilyapmizmi? Hamma yaxshiliklarimiz o'sha g'iybat qilgan kishiga, shaxsga olib beriladi, agar rozi bo'lmasa oxiratda. Agar yaxshiliklarimiz qolmasa, o'sha g'iybat qilgan kishimizni gunohlari bizni zimmamizga yuklanadi. Ko'ryapmizmi buni qanchalik g'iybat jiddiy, xatarli gunoh ekanligini? Bir kishi Hasan Basriga "Meni g'iybat qilibsiz" deganda, Hasan Basri rahimahulloh aytgan ekanlar: "Sen yaxshiliklarimni senga berishlikka, topshirishlikka arziydigan odam emassan. Ya'ni men seni g'iybat qilganim yo'q. Ya'ni seni qadri qiymating meni nazdimda meni yaxshiliklarimni senga topshirishlikka arziydigan odam emassan. Nima qilaman seni g'iybat qilib" deb aytgan ekanlar. Demak, birovni g'iybat qilishligingiz uni yaxshiliklaringizni unga berishligingiz hisoblanadi. Oxiratda yaxshiliklaringiz unga olib beriladi. Falonchi sizni g'iybat qildi deb xabar olib kelganda Hasan Basri aytgan ekanlar: bir tovoqqa shirinlikni solib, o'sha g'iybat qilgan kishiga jo'natib yuborgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, jo'natayotib: "Ey falonchi, menga yaxshiliklaringni hadya qilibsan. Endi men senga mukofotiga shirinlik jo'natyapman" degan ekanlar. Qarang. Hasan Basriyni g'iybat qilgan odamga falonchi sizni g'iybat qildi desa, xursand bo'layaptilar. Menga yaxshiliklarni beribdi u. Mukofotiga bitta tovoqda shirinlikni jo'natib yuboribdilar. Hadiyani evaziga mana senga shirinlik deb menga yaxshiliklarni beribsan. Rahmat senga deb mukofotiga bir tovoqda shirinlik berib yuborgan ekanlar.